voy adamdan ham qarz oluvdim, esladim. Dadam bankrot bo'lishimiz mumkin. Come on, hamma qiynalgan yoshlarda, okay? Haqiqat aytadigan bo'lsam, manchi deydi, ya'ni men o'zim o'ylayman. Albatta. Moliyaviy rejalashtirish uchun aniq budjet tizimi bormi? U yoqda sotuv bo'lganda, Sotuv. mahsulot chala yoki usta ishlanmasa ham Sotuv bo'lish kerak. Buyuk mutafakkir, faylasuf Ayvosh aytganda, xalq maza qildi undan keyin. Eng kreativ videolar shu xonada olinadi. Bloger bu jurnalist bo'lganda, 15-yil, 16-yil. O'sha eng birinchi darg'alari deb sizlarni aytsak bo'laveradi. Endi blogni daromad uchun boshlamaganman deb aytish har bir bloger xoliydi o'zi. Chunki sizda qanaqadir miqdorda pul bor edi. Ha, soqqa uchun qotganmi, pulli ko'rib, tag reklamaga 10 ming tikaman, 30 ming ko'taraman deydiganmi, uni qilib bittada bilinadi. Xodim kuniga 8 soat ishlaydi, biznesmen kuniga 24 soat ishlaydi. Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Pulli Gap Talk loyihasining birinchi sonida ko'rishib turibmiz. Bugun bizda ilk mehmon bloger, tadbirkor, o'qituvchi, umumiy qilib aytganda hozirgi kunda yoshlarimizning qahramoniga aylanib ulgurgan shaxs Teacher Azam. Azam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana ko'proq maqta o'rganingizda endi yog'i qizarib ketardi menimcha. Azam aka, bizlar hozir adashmasam yangi ofislarga tashrif buyurdik. Qayerda manzil? Shunday. Joylashuv. Endi biz o'zi onlayn maktabmiz. Ofisimizda dars berilmaydi. Bu administrativ joy. Lekin shunaqa bo'lsa ham biz xalq ko'z oldida bo'laylik. Hamma biladigan joyda bo'laylik. Endi bu baribir ishonch uchun muhim. To'g'ri. Shu soatdan ham Navoiy ko'chaga kelib ko'chib keldik. Bu 3-chi ofisimiz. Shu Navoiy ko'cha, Toshkent City'ning orqasi. U yerda boshqa hamma biladigan brendlar shu qatorda. Biz ham chiroyli ko'chalardan bittasi. Ha. Biz ham mana shu yerdamiz. To'g'rimizda gumma. Hozir narxi 4 ming bo'lgan, lekin bizga kelganimizda 3 ming edi, narx oshirib borishyapti. Shunday. Zo'r. Ofis ichiga bemalol tashrif buyursak bo'ladi. Ketdik. Ketdik. Azam aka, mana endi hammaga ma'lum bu narsa Englify birinchi bo'lib endi sizga tegishli loyiha. Bu juda ham yangicha yo'nalishda tez rivojlanib borayotgan uslubda ochilgan o'quv markazi. O'zi umuman boshida Englify ochishga pulli jamg'armani qayerdan topgansiz? Qanaqa yo'l bilan tashkil topgan? Birinchi kapitali. Birinchi kapital. Birinchi kapital qanaqadir mahalladagi bitta 50 yoshli aka bo'lgan, metal bilan ish qiladigan, eksporting. Hamma mahallada bittadan bor shunaqasi. Pomidor chiqarardilar Rossiyaga, kartoshka chiqarardilar. Karom, zo'r biznes bo'lgan. Pullari ko'p, faqat kishi bilmaydi. O'shalarga boringlar degan ideya ham bo'lgan, lekin u yoqqa bormaganmiz. Uni o'rniga bizni endi shu paytda mana zapusklar kurslar deydi-yu, shunaqa narsalar bo'lgan. Ya'ni bizni o'zimizning kursimizni qilganmiz. Boshlang'ich pul kerak bo'lgan. U endi men bloklarimdan topgan o'sha qanchadir yig'ib qo'ygan pulimdan foydalangan holda biz ofis olganmiz, video syomkalar qilganmiz. Shunaqa qilib birinchi potok deydi. Birinchi potok o'quvchilar olib, o'shani o'zidagi pulni qayta investitsiya qilganmiz. Demak, boshlanishi o'zingiz shaxsiy jamg'armangiz bilan boshlangan. Shaxsiy jamg'arma taxminan $15,000 ketgan. Voy adamdan ham qarz oluvdim, esladim. Dadam eng buyuk sarmoyalarda. 20 minglardan ham ko'p ketgan ekan. Adamdan yaxshigina pul olgan. Tushunarli. Shunday. Zo'r. Otajon, rahmat. Ko'rdingizmi, Englify, qarang, siz menga ishonch bildiruvdingiz. Qarang, u ketdi. Azam aka, mana ichkariga ham tashrif buyurib oldik. Ofis qulay, zo'r. Bolalar ishlashyapti, energiyani berib. Shunday. Lekin mana birinchi savol, Englify o'quv markazi hozirgi paytda o'zi foydaga kirganmi? Kirgan bo'lsa, minusdan chiqib qachon foydaga kirishni boshlagan? Qaysi davrda? Englify hozir foydaga kirgan. Biz shunchalik kuchayib ketdikki, O'zbekistondagi eng oldi blogerlar bilan biz ishlayapmiz hattoki. Rahuza degan mashhur bloger eshitganmisiz? Yo'q, eshitmagan ekanman. Mana bizni brand ambassadorimiz. Tushunarli. Keling. Ana o'zlari shu yerdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shunaqa. Yaxshimisiz, sizmisiz? Bular o'zlari ofisga ham maza qilgan, kollektiv bilan o'tirgan ekan. Kayfiyat bag'ishlangan. Gaplashtirgan. Tushunarli. Syomkalarimiz bo'lmasa ham. Men aytmayman, biz boshida qiynalganmiz. Bankrot bo'lishimiz mumkin. Hamma biznesda shunaqa. Hamma shunaqa, mana intervyuga chiqib aytishadi-ku, men yoshligimda qiynalganman, boshqa. Come on, hamma qiynalgan yoshligida, okay? Lekin
yana bu tirik qolganlik xatosi ham bor-da u yerda. Ya'ni o'zi boy odamlarni 10 tadan 8 tasi ular o'zi boy bo'lgan, boy bo'lib tug'ilgan. U kerak bo'lsa 10 tadan 9 tasi ham. Faqat 10 tadan bittasi shunaqa bir qanaqadir bir nochorlikdan chiqib boyib pastki etapdan chiqib boradi dedi. Shunday. Uni keyin mana deb ko'rsatishadi, hamma menda ham o'xshar ekan. Bu kamdan kam o'zi bo'ladigan narsa. Endi doimo bo'vermaydi. Xuddi shu biznesda qanaqa bo'ladi? Biznesda undan ham yomon, bilasiz. Startaplarning necha foizi birinchi 3 yilda, 1 yilda yo'q ketadi. Yo'q ketadi. Bizda ham mana shunaqa yo'q bo'lib ketish nuqtalari bo'lgan va mana video o'yinlarda bilsangiz, o'zi o'lib ketishingiz kerak, lekin kod terib olasiz. Himoya uchun. Shunaqa protsesslar bo'lgan. Shunaqa kodlarimiz faoliyat davomida bo'lgan, chunki investorimiz bo'lmagan, lekin investor o'zim bo'lganman. Shu reklamadan topgan hamma pulni tiqardim. O'zingiz blogingizdan kelgan daromadni Ingrifaga anaqa quradi. Shu bilan saqlab kelgansiz. Shunaqa, lekin buni tavsiya bermayman. Bu degani siz ham shunaqa qiling degani emas. Bloger bo'lsangiz ham juda ko'p blogerlar bor, reklamadan olgan pulni biznesga tiqqan, biznesi yopilgan, keyin boshqa biznes ochgan, u ham yopilgan. Juda ko'p holatlar. Bu yerda eng muhimi baribir mayli nima muhimligi haqida keyinroq gaplashamiz. Albatta. Lekin bizda shunaqa nuqtalar bo'lgan. Ha, biz minusda bo'lganmiz. Kassaviy razriv deydi. Ya'ni kirimdan chiqim katta bo'lib ketadi. Shunaqa. Bunday holatlar albatta bo'lgan. Undan biz mahsulotga baribir fokus qaratganmiz, sotuvga ham hammasiga qilib turib keyin chiqdik. Hozir albatta to'liq foydada. Stabil ketyapti, o'sish davrida, reinvestitsiya paytida, ya'ni foydani biz qayta yana investitsiya qilamiz baribir. Kelajakdagi yana ham stabil daromad uchun. To'g'ri daromad uchun, lekin birinchi navbatda o'sish uchun. O'sish uchun. Hozirgi. Tushunarli. Endi Azam aka, men hozir ham undan avvalgi savolga javob berayotgan paytingizda ham aytib o'tdingiz. Biznes kengayyapti, o'syapti Ingrify. Lekin kattalashish, umuman masshtab kattayganda sifat ushlab turish ham juda qiyin bo'ladi. Ingrify bu bo'yicha qanaqa choralar ko'ryapti hozirgi kunda? Qanaqa ishlar? Xo'sh, demak, to'g'ri aytasiz. Deylik, fast foodlarda ham, umuman offline bizneslarda filiallar ko'paygandan keyin sifat tushib boshlaydi. Aytadi, "Voy, Chilonzorda filialda uncha emas, Square'dagisi boshqacha qiladi" deydi. Boshqa charog'ida. O'sha narsa bor. Onlayn boshqacharoq ishlaydi. Onlaynda bizda ilova bor. Ya'ni bu ilova orqali o'rganadi, undan 500 so'mdan foydalanadi va 1000 tami, 2000 tami. Biz eng muhimi ilovadagi bizni funksiyalarimizni optimallashtirishimiz. Funksiyalarimiz o'sha user experience, user interface deydi, ya'ni ishlatayotgan odam uchun qulay bo'lishi va samarali bo'lishi. Shunga eng muhimi shu. Doimiy. O'shanga qarash kerak, ha. Lekin kengaygan sari sifat tushadimi degan savol, bizda bitta tarifimiz bor, o'qituvchilik tarif. O'shanga lekin to'g'ri kelishi mumkin, to'g'ri aytasiz. Mana bizda qaysidir payt 5 ta o'qituvchi bo'lgan, keyin 10 ta bo'lgan, hozir 20 taga yaqin o'qituvchimiz bor. Qaytanga sifat oshirildi. Chunki biz kattaroq oylik to'laydigan bo'ldik. Bo'ldi, oylik beraylik. Foyda bo'ladimi yo'qmi? Sifat tushmasligi kerak. Sifat tushmasin. Ha, chunki nimaga? Birinchidan bu tushunarliki mas'uliyat. Omma oldidagi, odamlar oldidagi mas'uliyat. Chunki ta'lim bu juda ham nozik. Ta'lim muhim. Ikkinchidan, endi chiroyli gaplar bilan aytish mumkin, mas'uliyat xalq oldida, lekin baribir haqiqat aytadigan bo'lsa, manchi deydi, ya'ni men o'zim o'ylayman. Albatta. Menga gap tegadi-ku deyman-da. Mana bu muhim ekan. Ya'ni biznes egasi kimligini xalq bilishi muhim ekan. Chunki mas'uliyatni shaxsan o'zi his qiladi. Men siqilib ketardim-da, "Ey, iltimos, mana bunisini qilaylik, mana bunisini yaxshi yeylik, davay, mayli oylik ko'proq to'laylik, o'qituvchi yaxshi o'qituvchi bo'lsin, sifat tushmasin, sifat tushmasin, menga gap tegadi." Chunki bu yoqda omma oldida reputatsiyangiz ham bor va umuman o'zingiz ham o'qituvchisiz, bu narsani hamma tomonidan bilasiz, sifat tushmasligiga birinchi o'rindagi javobgar o'zimman deb hisoblaysiz. Xuddi shunday. Chunki xuddi shunga o'xshagan, Inglifyga o'xshagan boshqa bitta o'quv markazi bo'lsa, sifati yomon bo'ladimi, boshqami, farqi yo'q, kimga yetasiz u dardingiz. Yomon ekan deysiz, bo'ldi, gap bor, tegmaydi. Bankrot bo'lib ketsa, yopadi, boshqasini ochib ishlayveradi. Davom ettiraveradi. Shunaqa-da. Bu yerda mana nomi o'rtada, kimda Azammi kurs. Azammi o'qituvchini Azam olganda, ha shunaqa, men olaman o'qituvchini. O'shaning uchun ham bu muhim mas'uliyat, juda ham muhim. Azam aka, mana ko'ryapmiz, o'quv markazini kengaytirish uchun katta moliyaviy mablag' kiritildi. Yangi joy, yangi texnikalar, keng jamoa yana ham kengaygan va bu punktlarga qancha mablag' kiritildi va bu punktlar o'zini oqlashni boshlayaptimi? Yaxshi savol. Bu yerga endi mening biznes partnyorim Ziyoddin Vahobov kerak bo'ladilar va hozir montaj mo'jizasi bilan ular paydo bo'ladilar. Savol shuki, Ziyoddin aka, mana biz yangi 3-ofisimizga ko'chdik. Shunaqa.
qancha mablag' ketdi, qanaqa bo'ldi, qanaqa ko'chdi. Endi men yallo tarallo qilib yurganman u paytda. Chet el. Endi yangi texnikalar qo'shildidan ham kengayapti jamoa, shuni hisobiga bu punktlar qanchalik o'zini oqlayapti? Remont o'ziga bir 15 ketgan. 15 ming dollar. Plus yangi mebel boshqalarga yana shuncha 10-15 lik ketib qolgan. 15 ming Texnika dollar. bilan hisoblasa yana 5-10 lik ketgan. 5-10 ming dollar yana texnikani. 40 ming atrofida, 45 ming atrofida ketdi. Va 40 ming dollarga yaqin mablag' ketgan va bu punktlar o'zini foyda keltirishni boshlayaptimi sekin-sekin? Sekin-sekin ish boshladi. Zo'r. Yaxshi, unda yaxshi. Men hozir bildim desam, albatta bilardim. Yalla tarallo qilib yurmaganman. Hisoblangan. Bu yerda boshqa ishim bo'lgan. Tepasida strategический anaqalarni bular qilgan. Tushunarli. Rahmat Tepa katta. turib bolalar ishlayapsizlarmi? Shunday, yaxshi. IT ga kiraylik, как раз IT ni ham ko'rsatamiz. Zona keng- ham yaqindan tanishsak bo'ladi o'sha. Bo'ldi. Endi Azam aka, keyingi savol, Englifyda moliyaviy rejalashtirish uchun aniq byudjet tizimi bormi? Umuman har oyda rejalashtirilgan va real daromad o'rtasidagi tafovut qanaqa boshqariladi? Yaxshi savol. Mana Ziyod akam bunga javob berishga harakat qiladilar. Ha, biz endi как startapdek ishlaymiz, ya'ni основательlarni, ya'ni o'sha nima deydi основательlarni o'zbekchasiga? Founders. Asoschilar. Asoschilarning o'zi finansирование bilan shug'ullanadi, ya'ni o'zi plan qiladi. Bizda asosan intuitiv. Ya'ni biz alohida Excelda o'tirib shuncha pulni shuncha emas, kerakli payt rasxod qilishni boshlaymiz, kerakli payt o'sha kerakli joylarga yuborishga harakat qilamiz. Lekin agar oranglarda yaxshi finansist bo'lsa, bizga aloqaga chiqing, bizga doim yaxshi finansist kerak. Shunday. Shunaqa. Lekin bu yerda qo'shimcha qilaman, moliya albatta yurg'iziladi. Intuitiv bo'lsa ham har bir bo'limni o'zida yurg'iziladi. Shunisi bor. Umumiylashtirilmagan hali unchalik. Ya'ni katta kartina hali biz aniq ko'rmayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin har bir bo'limni biz aniq bilamiz. Bunisi bor lekin. Bunisiga shubha. Ya'ni nima rasxod, nima anaqa, qancha ketyapti, qancha rasxod qilamiz, hammasi hisobga olinib qilinadi. No, alohida finansist odam o'tirmaydi tepasida. O'zimiz qilamiz, o'zimiz boshqaramiz. Xuddi shunaqa. Endi hozir shunaqa tasavvur bo'lishi mumkin, bu finans moliya yurg'izmas ekan deb. Yo'q, Ziyod akam o'zlari IT va tizimlashtirish sohasida uzoq yillik tajribalari bo'lgani uchun ham biz tizimimizni o'zimiz qilganmiz-da, ichidan. Tizimni o'zlari yaratganlari uchun ham mana integratsiya qilib tashalgan hammasi, ya'ni sotuv bilan moliya bo'limi o'sha birga bir-birini tushunib ishlayveradi. Ya'ni biz moliya uchun qaysidir deylik Rossiyadagi platformadan foydalanib turib, unda bizni databaza turadi, sotuvni misol uchun AMSRN qilib turib, u yerda databaza turmaydi. Hammasi bitta tizim ichida bir-birini ko'radi. ERP sistemada. Tushunarli? Zo'r. Ya'ni kerakli payt olish kerak. Biza deb bittada oldin olib qo'yildi, to'ldirishga vaqt ketdi. Orada shu yo'qotib qo'ydik. Endi shu tajribada o'rganiladi. Shunaqa xato qilib. Shunday. Mana hozir okupitsa qilyapti o'shaga. Shu savolingizga olgan eng katta bir sabog'imiz deylik. Har bitta harakatlar qanaqadir baribir bir saboq olinadi, qanaqadir xulosa chiqariladi. Lekin mana haligi savolingizni hozir o'yladim, qanaqadir minusda bo'lgan paytinglar bo'lganmidi? Oldingi partnyorimiz bo'lardi. Ziyod akam eslashni yoqtirmaydi, lekin eslab o'tish kerak. Endi kim nima aytib o'tirilmaydi? Men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda ikkita narsa muhimda. Eski partnyor bilan biz undan Englify sotib olganmiz. Nimaga? Ya'ni uni ulushini sotib olganmiz. Nega? Chunki bizni qadriyatlar va ko'rishimiz to'g'ri kelmagan bir-biriga tushmagan. Chunki biz ikkalamiz produkt odamlarimiz-da. Biz mahsulotga u yoqda sotuv bo'lganda, mahsulot chala yoki ustida ishlanmasa ham sotuv bo'lish kerak, asosiysi. Shunaqa bo'lganda sifat tushib ketishi boshlaydi unaqa paytda. Bu yomon. O'shaning uchun qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham biz ulush sotib olganmiz. Undan keyin hamma qarzlar bilan olganmiz-da. 30 mingdan ortiq qarzi bilan chiqqanda. Qarz bilan birga hali sotib olishi narxi. Yana 30 ming minus bilan dollar yana. Orada yana muammolar bo'lgan. Ular bilan ketgan xodimlarning qarzini ham biz to'laganmiz. 30 ming dollardan tashqari xodimlarning qarzi ham bo'ldi. Juda katta xato. Endi bir tomonda bu xato emas. Biz endi o'zi hazillashamiz. Biz romantik biznesmenlardan hisoblanamiz. O'zi hisob kitobga yaxshi tushunadigan biznesmenlar hayotda bunaqa xato qilmaydi o'zi. No biz harakat qilganimiz shuni mana hozir yana tiklanib oyoqqa turilib. Bu demak Englify tarixidagi yaralgandan biri eng katta sizlar olgan biznes tomondan sabab bo'lgan. Shunaqa desam bo'ladi va eng turning point deganlar, ya'ni burilish nuqtasi. Mana shunday bo'ldi. Albatta xatolar hamma biznesda bo'ladi. Va muhimi saboq chiqarildi va endi to'g'ri yo'lda Englify. Shunaqa va eng muhimi mana buyuk mutafakkir faylasuf Ayvosh aytgandek, xalq mazza qildi undan keyin.
Chunki mahsulotga keyin o'zi fokus berdik. Fokus berish. Zo'r. Sarkazm edi bu. Azam aka, mana video davomida shu joygacha bo'lgan joyda biza sizni tadbirkor sifatida qirralaringizni yoritishga harakat qildik. Lekin sizni avvalo tadbirkor sifatida emas, ko'proq baribir shaxsiy blogini yurgizuvchi inson sifatida ko'proq auditoriya taniydi-da. Shuning uchun avval boshda blog boshlaganingizda bu albatta qiziqish edi boshida. Qachondan bu blog daromad manbaiga aylandi? Endi blogni daromad uchun boshlamaganman deb aytish har bir bloger xoliydi o'zi. Kim rost, kim yolg'on gapiradi, endi u tomoshabinlar o'zi biladi. Lekin biz rostdan daromad uchun boshlamaganmiz-da. Kontent uchun bo'lgan. Ya'ni qiziqish kelib chiqib. Qiziqish emas. Yo'q, bu yerda aniq missiya bo'lgan. Aniq missiya. Men guruhimda ingliz tilini o'rgatadigan bolalarga kuyinardim, ularga men tushuntirardim, aka bo'lgim kelardi. Endi ular muammolari bor, yordam berardim. O'zim tekin maslahat tiqishtirmasdim. Keyin yordam berganimdan keyin albatta men ko'proq odamlarga yordam bergim keldi va u paytda ko'p aytganman, o'zbek internetida ocharchilik bo'lardi, ma'lumot yetishmovchiligi bo'lgan, saviyali, yaxshi ma'lumot, kerakli dunyo qarashini kengaytiradigan ma'lumotlar yo'q, bo'sh edi. Majbur bo'lganmiz qilishga, odamlar ko'rsin deb. Keyin to'g'ri keldi. O'sha eng birinchi darg'alari deb sizlarni aytsak bo'laveradi. Shunaqa. Endi eng birinchilar emas-ku, birinchi to'lqin bo'lgan. Bu o'sha Troluz, Umid akalar birinchi blogerlardan. U paytda bloger bu jurnalist bo'lganda, 15-yil, 16-yil. Men 19-yil boshlagan bo'lsam, u paytda biz adashmasam YouTube platformasida YouTube videolaringizni. Ota-onalar bilan munosabat, tarbiya haqida 20 yosh, 16 yosh bo'lganimda yana bir marta bo'lgan nima qilardim? O'shanaqa maslahatlar bo'lgan. U paytda shaxsiy brend, qanday maslahat, ekspertli fikr, unaqa narsalar bo'lmagan, chunki pul bo'lmagan unda. Men yoshligi qilganmiz-da biz. Qiziqish asta-sekin kengayib, blog saviyasi ham umuman shu bilan hamohang siz ham birgalikda o'sib bordingiz, blog bilan yonma-yon va daromad keltirishni qaysi paytdan boshladi? Qaysidir payt qarasak, reklama bor, yana bor. Ko'p. Keyin reklama bo'lgandan keyin ketma-ket qo'ya olmaysiz, kontent qilish kerak keyin. Instagram keyin olib ketib qoldi, so'rib olib ketib qoldi. Oldin o'zi YouTuber edim-da men. YouTube platformasida birinchi boshlagansiz, keyin Instagramga ko'chish. O'zi YouTuberman-da. Instagram tortib olib ketdi, chunki nimaga? Reklama, video post chiqarib bering deydi. Xo'p deysiz, qaraysiz, yaxshi, misol uchun brend hop qilamiz. U chiqargandan keyin kontent ham qilish kerak. Faqat reklama video chiqarganingizda mana bitta video chiqarmaysiz-ku. Kontentni ham bo'lish kerak va keyin men o'zim qarasam, Instagramda odam ko'p, Instagramda faollik ko'p va Instagramda axlat ko'p, musor ko'p. Va uni orasidan biz fikrga qarshi fikr bilan, g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashish kerak-ku. Instagramga keyin biz saviyali kontent berishga keyin harakat qilganmiz. Bu o'sha taxminan 21-22-yillarda. 22-yil desa ham bo'ladi, 22-23. Blog stabil daromad keltirishni boshlagan. Yo'q, Instagramga o'tishni boshlagan 22-yilda. O'tishni boshlagan davr. O'sha paytda Instagram TikTokdan ko'chirib, endi rekomendatsiya degan narsani olib kirganda, u paytgacha bo'lmagan. U paytgacha siz Vayner yoki umuman, hozir siz 100 ming odamingiz bo'lsa ko'riladi video. Agar siz 5 ming odamingiz bo'lsa, odam videosi chiqmaydi. To'pga chiqish qiyin bo'ladi. Boshlangan payt edi. O'sha paytda odamlar ko'rishni boshlagan. Tushunarli. Azam aka, keyingi savol, reklama olishda aynan qanaqa mezonlaringiz bor? Kelgan har qanaqa taklifni ko'rib o'rganib chiqishga harakat qilasizmi yoki aniq yo'q deb rad javobni? Albatta o'rganib chiqamiz. Aniq mezonlar bor. Bu umuman ish qilayotgan faoliyati tozami? Qurilish kompaniyasi bo'ladimi, o'quv markazi bo'ladimi, soqqa uchun qilayotganmi, pulli ko'rib, reklamaga 10 ming tikaman, 30 ming ko'taraman deydiganmi, unaqalar bittada bilinadi. Unaqalar bilan ishlamaymiz. Chunki u vijdon baribir to'g'ri kelmaydi. Reputatsiya to'g'ri kelmaydi, ko'p narsalarga mas'uliyati bor bu narsani. Ikkinchi yana qaragan narsam, birinchi bo'lib shu ijtimoiy tarmoqlari saytlarini ko'raman, hammasi joyidami, saytini qilganmi, ijtimoiy tarmoqni yurg'izadimi, bu degani demak faol ishlanadimi proyekt ustida. Va uchinchi qaraydigan narsam bu u brendni dizayniga, logosiga qarayman. Agar $50 jam menga logo qilib deganmi, demak shunaqa munosabatda boshlanganmi, u yog'iga munosabat shunaqa munosabatda olinadi. Bu narsa hayotda hamma narsa ishlatsa bo'ladi. Ovqatlangan kirayotgan joyingizga ham,
qanaqa shrift, qanaqa logo ishlatgan. Haqiqatdan did bilan qilingan bo'lsa, bu odamlar hamma narsaga shunaqa did bilan, mahsulot bilan yondashadi demak. Bu narsasiga e'tibor berish kerak. Unaqa turdagi insonlar bilan ishlash ham oson bo'ladi. Agar ishini chin ko'ngildan qiladigan bo'lsa. Shunday. Va albatta shu va eng oxirgisi bu umuman menga to'g'ri keladimi? Mashina moyini eng zo'ri bo'lsa ham reklama qilmayman-ku. Chunki sizni kontent turingizga bu narsa mos tushmaydi. Shunday. Tushunarli. O'z shaxsiy prinsiplaringiz sabab rad etgan reklama takliflaringiz bo'lganmi? Nima deb yo'q degansiz? Ha, universitetlarga biz juda ko'piga yo'q deganmiz. Yo'q deb kelamiz ham haligacha. Shu kungacha. Endi nomlarini aytib o'tirmayman. Bir shunaqa payt bo'ldi, 23-24-yilda paqillab universitetlar chiqib ketdi-da. Reklama. Yo'q dedik, biz tekshirib qilamiz. Reklama berib shunaqa qilib keyin ishlaymiz. Juda ko'p universitetlarga biz yo'q deganmiz. Chunki universitet juda yaxshi to'laydi. Shuni bilib qo'yinglar. O'zi aslida. Tushunarli. Keyingi savol. So'nggi 6 oy ichida eng katta reklama shartnomangiz qancha bo'ldi va sir bo'lmasa qaysi brend bilan? Bu mana shu mavzuning davomi. Ya'ni hali uni reklama qilib, keyin buni reklama qilib, unaqa qilish o'zi umuman bu O'zbekistonda shakllangan narsa-da. Lekin agar biz jahon tajribasini ko'radigan bo'lsak, qaysidir influensermi, kimdir reklama qilyaptimi, u bitta chiqib reklama qilmaydi deyarli hech qachon. Bo'ladi, bir marta qilinishi mumkin. Lekin asosan uzoq muddatga shartnoma tuziladi. Ha, nega? Chunki bu odamning tanlovi. Rostdan ham o'sha odamning tanlovi bu. Va ortidan butun auditoriya ishonib murojaat qiladi, ertaga bu odam tanlagan. Shunaqa bo'lish kerak-da. O'shaning uchun ham biz men xohlardim doimiy shartnoma qilish. O'shaning uchun ham eng katta shartnomalar, eng katta reklama shartnomalar bu ambasadorlik, ya'ni uzoq yillik shartnomalar. Va men shartnomam bor emas, ich-ichimdan xohlamayman. Shunchaki auditoriyani ko'z oldida tam reklamani o'zi uchun yasama prinsiplari yo'q bu yerda umuman va o'zingiz tanlovingiz va shuning uchun auditoriyaga ham to'xtovsiz ishonch tarzida tavsiya qilib borasiz. Demak, shartnomam lisens bilan katta, albatta bu uzoq yil bo'lgan shartnoma ham katta bo'ladi, tushunarliki. Va yana hozir bir ambasadorlik universitet bilan bo'ldi. Bu BMU, British Management University bilan uni ham uzoq biz men o'zim universitet tanladim. Ular ham tanlash kerak edi meni. Ya'ni men ularni tanlayman, ular meni tanlash kerak edi. Va u yer nimagaki men dars bermoqchiman. Dars berishni boshladim ham. Dars o'qituvchilik qilishda, o'qituvchilik va ambasadorlik. Ambasadorlik va parallel ravishda. Chunki tanlovimni rostdan tanlovim bo'lsin. Va o'zim rostdan o'tga borib ham borib dars o'taman. Dars o'tasiz. Foundation birinchi kursdagi paralarim bor. Ko'p emas, to'g'ri. Oyda bir marta, qanaqa ketishiga qarab, balki oyiga ikki marta qilarmiz. Vot, u bilan ham mana katta shartnoma bo'ldi. Azam aka, aytaylik, ertaga masalan favqulodda vaziyatda umuman reklama berilish to'xtatildi va siz bu jarayonga qanchalik tayyorsiz? Masalan, siz vlogingiz orqali umuman daromad tushmay qo'ydi. Qanaqadir xavfsiz nuqta yaratganmisiz o'zingiz uchun daromad manbai? Ha, hozir Englify daromadga kirgan kompaniya. Albatta biz katta qismini reinvestitsiya qilamiz. Qayta o'ziga kengayishga. Lekin agarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, demak, biroz ko'rib chiqiladi reinvestitsiya foizlari ham va men o'zimga qulay moliyaviy baribir holatda qolaman. Tushunarli. Azam aka, mana hozir shaxsiy vlogingiz orqali daromadlaringiz haqida ozgina gaplashdik. Prinsiplaringiz haqida qanaqa odatlar shakllantirgansiz va o'zi umuman sizni moliyaviy qarashlaringiz ham auditoriya uchun, o'zingiz auditoriya uchun ham tashqaridagi auditoriya uchun ko'plab insonlar uchun qiziq. O'zingiz birinchi kiritgan investitsiyangiz qaysi va u hali ham daromad olib keladimi? Eng yaxshi investitsiyangiz deb aytaylik. O'zimga o'zim kiritgan investitsiya. Endi bu hozir falsafiy savol bo'lib ketib qoladi. Ya'ni men o'z ta'limimga, bilimimga investitsiya unaqa emas-da. Biznes olamidagi investitsiya deylik. Tushunarli. Bu demak, shunaqa bir holat bo'ldi. Men endi qulay moliyaviy holatda bo'ldim. Blogdan reklama bor, Englify ishlab turibdi, yaxshi. Yig'ib qo'ygan pulim bor. Bu juda ham yomon ekan. Pul saqlab o'tirish o'z biznesmenlar juda ham yaxshi bilishadi. Pul ushlab turish yomon. Chunki odamni bu raslabit deydi, o'sha relax bo'lib qoladi, odam bo'shashib qoladi. Ha, boru, mayli pulim. Hech bo'lmasa nimadir bo'lib qolsa ham men yuqori tempda ishlab tursam sekinlashadi. 2 yil bemalol yura olmayman, o'lib qolmayman degan narsa bor-da. Bu yaxshi emas. Pulni yo'qotish kerak. Keyin shu pulni yo'qotish uchun kvartiraga to'lov qildim. Yarmi shu pulimni, yig'ib qo'ygan pulim yarim 50% ga ketdi. Atidan, ya'ni men bir qimmatroq uy oldim-da.
Bittada arzon emas, o'rtacha uy olsa bo'lardi 100% to'lov qilib. O'sha pulga. Lekin men xohladimki, yo'q, mana shu pulim olayotgan kvartiram 50% bo'lsin faqat. Chunki qolgan 50% men bo'ynimda bo'lsin, har oy to'laydiganda. Shuning uchun to'xtab qolmasdan to'xtab qolmang, ertalab dik ketib turingda, borib ishga boring dedim, shunaqa bo'ldi. Shu dekabrdan boshlandi, dekabrdan beri shu to'xtash yo'q, faqat ish. Bugun kayfiyatim yo'q degan narsalar ham yo'q deb chiqib borib ishingizni qilishingiz kerak. Har kuni ertalab turib, chunki askar rejimida oy 25-kuni keladi, to'lov qilish kerak. Qurtdek sanab qo'yishingiz kerak pulni. O'shaning uchun nima bo'lyapti? Buni yig'ilish, miting, mana optimizatsiya qilish kerak, bu ko'proq e'tibor berish kerak. Mana shu narsalar. Tushunarli. Yana keyingi savol Azam aka. Siz uchun pul nimani anglatadi? Ya'ni bu xavfsizlikmi, erkinlik yoki imkoniyat? Menimcha pul uchalasi bir-biriga qarshi emas. Men uchun uchalasi ham rostdan ham bu pul bu xavfsizlik, to'g'ri tan olish kerak. Ya'ni sog'liq tomonidan sog'liqni hech qaysi pulga sotib olmaydi deyiladi, to'g'ri, lekin profilaktika uchun pul kerak bo'ladi. Ya'ni borib check-uplar o'zini tekshirtirishga, nima deydi, tanasini qayta tiklashga yoki qanaqadir dori-darmon deydi. Barchasi pul kerak bunga, ha, albatta. Bu 100% xavfsizlik. Erkinlik, erkinlik albatta. Chunki ko'p imkoniyatlar ochadi. Erkinlik beradi, bu tushuntirib o'tirish ham shart emas. Imkoniyatmi? 100%. Birinchi navbatda imkoniyat men uchun. Men o'zim xohlagan loyihalarni qila olishim uchun. Shu jamiyatga foyda tegadigan, o'zimga foyda beradigan. Faqat jamiyatga, biz xalqimiz uchun deb hozir hamma qulog'iga hozir lapsha osgandan foyda yo'q. To'g'ri. Lekin to'g'risini aytish kerak, men o'zim uchun ham qilaman, lekin yoshlar va jamiyat uchun ham qilgim keladi, boshqacha yashay olmayman ham. Chunki O'zbekiston uchun harakat qilgim keladi. Lekin bu degani men faqat O'zbekiston uchun ertadan kechgacha emas, o'zim uchun ham qilaman. Bu uchun ham. Lekin bir narsani bilishimiz kerakki, odam faqat o'zi uchun qilishi bor, bu bor. Keyingi daraja bu oilasi uchun. Lekin shunaqa bir baribir turdagi odamlar borki, oila va o'zidan tashqari jamiyat uchun qilmasa tura olmaydi. Bor, ko'p ko'rganmiz. Siz aynan shunaqa turdagi. Men ham shunaqa ijtimoiy juda ham faol insonsiz. Agar men O'zbekistonga foydasi tegadigan nimadirlar qilmasam, men hayotimdan bir mazmun, rang ko'rmayman. Shunaqa. Tushunarli. Azam aka, bizda keyingi savol bor. Ya'ni yoshlikdagi pulga bo'lgan qarashlaringiz bilan hozirgi qarashlaringiz o'rtasida farq qanchalik katta yoki kichkina? Biz o'zi biznesmen oilasi, adam biznesmenlarda. Lekin bizda biznesmen anaqasi nima deydi, bir shunaqa bir odam shunaqa shaxs qilib tarbiyalamaganlar, o'qigan deganlar. Birinchi navbatda o'qigan deb aytganlar. Chunki adam yaxshi bilardilar. 90-yillardagi biznesda siz, mana Umidjon akam aytganlar buni. Sir emas buni Hasan aka, Mamad Saidov aytgan, Husan aka, Mamad Saidov aytishgan. 90-yillarda nimaga qo'l ursangiz o'xshab ketadi. Bo'ldi. O'xshagan. Qiling bo'ldi. Ya'ni adam ham o'sha paytda qilganlar, o'xshagan, bo'lgan. U yog'iga endi bilim kerak. Buni adam ham juda ham yaxshi bilgan, shuning uchun bilimga, raqobat kuchayi bor yo'g'iga. Va pulga bo'lgan munosabatda umuman pul konsepsiyasi atrofida ko'p gaplashmaganmiz, tan olish kerak. Va bu narsani biz filmlardan, kinolardan o'rganganmiz va o'tib qanaqa? Boy bu yomon odam, kambag'al bu yaxshi odam. Ko'p pul topish uchun nimadir jinoyat qilish shart. O'zidan o'zi inson boyib qolmaydi hech qanaqasiga degan qarashlar. Cho'qintirilgan ota filmini ko'ryapman, 18 yashar bo'lib, birinchi kino boshlanganda Mario Puzo'ni gapi. Har bir katta boylik ortida jinoyat yotadi. Bo'ldi, tushunasizmi? Men miyamga quyilgandek bu. Albatta, bu o'sha 72-yilda aktual bo'lgan mavzu. Shunaqa topilgan rostdan. Yana shu 30-40-yillarda bo'lgan voqea bo'yicha oladigan bo'lsak, bu 100% shunaqa bo'lganda. Hozir moliyaviy institutlar, instrumentlar umuman boshqacha ishlaydi. O'zgarib ketgan tubdan. Boy bo'lish bu okey, bu normalniy, qabul qilindi. Hali ham qabul qilyapti. Men yaqingacha ham qabul qila olmasdim. Hali ham shu yo'ldaman. Hali ham men qanaqadir o'zimga o'zim ayta turib bo'ldi, men millioner bo'lishim kerak degan narsani bemalol qabul qila olmayman haligacha. Lekin usiz bo'lmaydi, usiz rivojlantira olmaysiz mahsulotni. Tabiiy, biznesmenlar yaxshi bilishadi, tushunishadi mana. Tushunarli. Azam aka, so'nggi savol bor bizda. Hozir mana shuncha sizni biznesingiz haqida gaplashdik, blogingiz orqali keladigan daromadlar, umuman o'zi sizni shaxsiy moliyaviy qarashlaringiz haqida gaplashdik. Umuman o'zingizni moliyaviy jihatdan aynan hozirgi paytda erkin deb hisoblaysizmi? Agar yo'q bo'lsa, qanaqa mezonlar asosida moliyaviy erkinlikka erishish mumkin deb bilasiz?
Moliyaviy erkinlik albatta vaqt bilan ham bog'liq. Ya'ni siz biznes avtomatlashtirish deydi. Har bir biznesmenning orzusi biznesini avtomatlashtirish. Ya'ni uni ishtirokchisiz ham biznes o'zi yurib borishi kerak. Ertalab uyg'onadi, bugun qayerga biletlar bor deb qaraydi, ketdim deydi, o'sha Baliga uchib ketadi, bo'ldi, o'sha yerda yuradi. Hech narsaga qaramasdan. Haftada bir marta 1 soatlik video yig'ilish bo'ladi, bo'lim boshliqlari bilan nima bo'lyapti, bu qanaqa, ha, bo'ldi, boshlaring, давайте deydi, bo'ldi. Bu orzusi har bitta biznesmenni. Endi, lekin unga yo'lgacha boshqa darajalari, bosqichlari bor. U ham bo'lsa, deylik, erkin grafik. Ertalabdan kechqurungacha misol uchun ofisda bo'lish shart emas. Yoki deylik, sizni ishingiz soatga ulanmagan, natijaga ulangan. Ya'ni siz natija ko'rsatishingiz kerak, xolos. U nechadir soat ishlashingiz kerak emas. Va bu albatta sizga erkinlik beradi. Va moliyaviy erkinlikning bir qismi bu ham, baribir. Endi moliyaviy erkinlik o'ziga keladigan bo'lsak, ha, moliyaviy erkinlik menda qaysidir jihatda bor. Juda bir erkinlik bo'lib ketganda, men uni o'zimdan mahrum qildim. Hozir misol uchun moliyaviy erkin bo'lsam-da, lekin kuchli stress ostidaman. Chunki juda ham kuchli stress ostidaman emas, u yaxshi ma'noda. Yaxshi ma'noda. Intensiv stress bor. Mana bu muhim. Intensiv stress bor, bu kerak, adrenalin kerak. Chunki bu yerda kvartiram otni kallasiga har oy pul to'layman u yoqda, bu yoqda ota hovlini biz qaytadan ta'min etadi-yu, adam uyg'onib zeriksalar, turlaring, uyga biz ham qaytadan quramiz deydi-ku. Shunaqa, uyga biz qaytadan quramiz, bo'lyapti. Unga ham ozmoz pul ketmaydi. Yo'q, ozmoz emas, yaxshigina ketadi. Ikki tarafga ketyapti, o'shaning uchun bu yerda chirpiray bo'lib aylanamiz endi. Boshqa iloji yo'q. Qaysidir ma'noda, lekin уже deyarli bu etapga erishdingiz. Ha, lekin aytgandek, qasddan men o'zimni borib o'sha yoqqa borib olovga tashladim endi. Qaynima bo'lar ekan deb challenge qildik. Yaxshi hozir. Odamchi baribir xohlagan vaziyatdan chiqargan. Albatta. Xohlagan vaziyatdan odam chiqib ketadi. Men shuni tushunganim uchun ham o'zimni shu vaziyatga tiqdim. Bu katta risk edi, katta tavakkal edi. Men unaqa pullarni bir oyda topib bera olmasdim. Lekin tiqqanimdan keyin o'zimni shu vaziyatga topishni boshladim. Chunki turib harakat qildim. Lekin siz deyarli hech narsa yo'qotmaysiz, chunki sizda qanaqadir miqdorda pul bor edi. Optimal variantlar ham mavjud edi. Ha, u mulkda ular hozir. Ya'ni u men havoga uchirib tashlayotganim yo'q u pullarni. Shunday. Tushunarli. Azam aka, sizga rahmat. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Taklifimizga yo'q demaganingiz uchun rahmat. Agar Pulli Gap Talk loyihasi obunachilariga qanaqadir yakunlovchi gaplaringiz, istaklaringiz bo'lsa bemalol. Kanalni kuzatib boringlar. Oldinda hali ko'plab qiziqarli intervyular kutyapti va albatta obuna bo'ling, like bosing. Mana bu kolokольчик deydi, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Shunda keyingi yana suhbat chiqqanda, videolar chiqqanda sizga shunaqa bir eslatma keladi. Va tilaklarim shunki, biznesmen bo'lib tug'ilish shart emas. U biznesmen bo'lish mumkin, lekin ishoning, juda ham o'zingizga ishonch katta bo'lib, motivatsiya zo'r bo'ldi, mana shu qarz olib yoki nimadir boshlasam bo'ladi, zo'r ketadi deb o'ylaysiz va bu yo'lni boshi bo'ladi. Eng ko'p muvaffaqiyat siz baribir ichingizda shubha bor, bilasiz, siz bilib turibsiz nima tavakkal qilayotganingiz. O'sha paytda keladi. O'sha paytda haqiqatan rostdan biznes boshlanganligini keyin bilasiz va albatta bu doimiy xatolar, hayotiy saboqlar ortidan keladi. Birinchi biznesingiz zo'r o'xshab ketishi mumkin. Bu juda ham yaxshi. Demak, siz omadingiz kelgan, sizning o'z iqtidoringiz bor. Lekin bilasizki, ikkinchi biznesingiz xuddi shunga o'xshaydi degani emas. Bu har biri yana qaytadan hisoblanadigan tavakkal va qaytadan hisoblanadigan lotereya. Va bu har kunlik kurash. Biznes har kunlik kurash. Bu haqida endi hozir ko'p gapirsa bo'ladi. Biznesmenlarga maza deb o'ylashadi. Xodim kuniga 8 soat ishlaydi, biznesmen kuniga 24 soat ishlaydi. Bu narsani unutish kerak emas. Tayyor bo'lsangiz bosing. Rahmat kattakon. Sizlar bilan Pulli Gap Talk loyihasi birinchi soni o'z yakuniga yetdi. Fikrlaringizda izohlarda yozib qoldiringlar, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Rahmat hammaga.